Assalomu alaykum. 2025-yil matematika fanidan kirish imtihonlarida quyidagi misol tushgan ekan, shuni yechamiz. Sinus alfani toping. Ilzosda sinus alfa minus ilzosda sinus alfa va bu cheksiz davom etadi. Mana shu nuqta. Shu 1/2 ga teng ekan. Endi bu to'liq ifoda 1/2 ga teng bo'lsa, ichkarida bir qatlam ichkaridagi ilzosda sinus alfa minus ilzos sinus alfa va hokazo bu ham 1/2 ga teng bo'ladi. Nimaga? Chunki to'liq ifoda ham cheksizlikkacha davom etardi. Ichkaridagi bitta qatlam ham cheksizlikkacha davom etadi. Shuning uchun bu ikkalasi teng bo'ladi. Shuning uchun demak ichkaridagi ildizni 1/2 bilan bemalol almashtira olamiz. Shuni joyiga qo'yamiz. Demak, ichkaridagi ilzosini joyiga 1/2 ni qo'ysak, bizda ilzosda sinus alfa minus 1/2 teng 1/2 tenglama hosil bo'ladi. Buni yecha olamizmi? Yecha olamiz. Ikkala tomonni kvadratga ko'taramiz. Sinus alfa minus 1/2 teng 1/4 bo'ladi. 1/2 ni kvadrati. Bu yerda ildiz bilan kvadrat ketadi. Endi 1/2 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. U plyus bo'lib o'tadi. Mana endi buni umumiy mahraj beramiz va hisoblaymiz. Sinus alfa teng 4/3 ekan. E'tibor bering, bu yerda masala nimani so'rayapti? Sinus alfani so'rayapti. Alfani so'ramayapti. Shuning uchun demak arc sinusni ishlatib o'tirmaymiz. Ya'ni sinus alfani so'ragandi va shuni topdik. Javob 4/3. Demak 4/3 ni belgilaymiz. Quyidagi Telegram, YouTube va Instagram kanallariga obuna bo'lamiz. Ilmni tarqalishiga hissa qo'shish uchun like bosamiz va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yamiz.